Endi inson dunyoda yashar ekan, albatta ustiga bir musibatlar keladi, qiyinchiliklar, mashaqqatlar. Mana shunday holatda inson o'zini yo'qotib qo'yadi, iztirobga tushadi, dovdirab qoladi. Mana shunday holda nima ish qilish kerakligini bilmay qoladi. Ammo mu'min mana shunday holatda Robbis tomonidan yuboriladigan sakinatga ega bo'ladi, u xotirjam bo'ladi. Mana shunday bir mashaqqat, qo'rquv, xavotir, vahima kelgan paytda mu'min banda Allohga qanchalar yaqin bo'lsa, islomida, iymonida qanchalar mustaqim bo'lsa, taqvosida qanchalar mustahkam bo'ladigan bo'lsa, shunga yarasha Alloh taolo unga sakinatni tushiradi. Xotirjam bo'ladi. Kim aytgani bo'ladi deydi? Alloh aytgani bo'ladi deydi. Hammani boshini qo'tirib qo'ygan, hayron qoldirgan, aqllarni qulflab qo'yadigan balolar, musibatlar kelganda Alloh o'zini mana shunday taqvoli mo'min bandasini qalbiga sakinatni tushiradi. Ana shu sakinat sababli mo'min xotirjam turadi, dovdirab qolmaydi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hijrat kunini eslaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 10 dan ortiq sababni qilib eson-omon Madinaga yetib olishligi uchun 10 dan ortiq sababni qildilar, g'orda o'tiribdilar. Lekin bu sabablarni bittasi ham foyda qilmadi. Quraysh o'sha g'orda oldiga bordi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ularni oyoqlarini ko'rib turishar edi. Shunda Abu Bakr Siddiq xavotirga tushdi, yig'ladi. Nimaga yig'layapsiz ey Abu Bakr? Ya Rasululloh, agar engishib bittasi oyog'ini tagiga qaraganida bizni ko'rib qolar edi. Payg'ambarimiz nima dedilar? Mana Alloh tomonidan tushirilgan sakinatki, iz yaqulu li sohibihi la tahzan, innalloha ma'ana. O'shanda o'zining sohibiga aytgan edi, mahzun bo'lmang, zero Alloh biz bilan birgadir. Mana haqiqatan qo'rquv holati, xavotir. 10 ta odammi, 20 ta odammi mushriklar chiqib g'orda oldiga kelishdi. Izlar shu g'orga kirib ketayotganligini ko'rishdi. Lekin bittasi engashib qaramadi. Mana shunday bir xatarli holatda qalbida sakinati bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini hamrohini nima qilyaptilar? Tinchityaptilar. Xotirjam bo'ling. Ma zannuka ya Abu Bakr bi isnayn, Allohu salisuhuma. 3-she'riga Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanday gumondasiz ey Abu Bakr? Ana sakinat. Xandaq kuni, Hunayn kuni, Hudaybiya kunlari. Bularni bari musulmonlar uchun mashaqqatli, istirobli, qo'rquvli kunlar edi, shiddatli kunlar edi. Alloh hammamizni o'zini ofiyatda saqlasin, lekin bandamiz boshimizda har xil kunlar bor. Mabodo mana shunday bir mashaqqatli, qo'rquvli kunlar kelib qoladigan bo'lsa, agar biz mo'min bo'ladigan bo'lsak, chinakam mo'min bo'ladigan bo'lsak, Alloh tomonidan albatta sakinat keladi. Qalbimiz xotirjam bo'ladi. Birodarlar, biz namoz haqidagi ilmni bir o'rganamiz, bo'ldi. U o'zgarmaydigan ilm. Sarf, nahv, arab tili grammatikasini o'rganamiz, bo'ldi. Qiyomatgacha bir xil turadi. Ro'zani fiqhini o'rgandik, zakotni fiqhini o'rgandik, tamom, bu o'zgarmay bir xil turadi. Ammo birodarlar, nafs tarbiyasi, qalb tarbiyasining ilmi juda ham muhim. Chunki qalb bir xil turmaydi hech qachon. Doim nima bo'lib turadi? O'zgarib turadi. O'zichi bu nafs tarbiyasi bilan, qalb tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanaman degan odamga juda ham oson retsepti bor. Nafs xohlayotgan narsani qilmaysiz, xohlamayotgan narsani qildirasiz. Bo'ldi. Nafs nima deyapti hozir? 8 rakatdan keyin. Ha, endi bunday kekirtadan shunday ushlasangiz, o'lib qolmaydi. Bir joyi uzilib tushmaydi. Endi o'sha kekirtadan usha olmagan, nafsini gapiga kirgan odam shattirib chiqib ketaveradi. Lekin urushmayapmiz. Kelganlarga rahmat, 8 rakatga bo'lsa ham. Kecha ham aytdim bu narsani. Faqat endi o'sha 8 rakatga loyiq ekansizlar, u yog'iga tura olmayapsizlar. Endi 20 rakat turganlar shunga loyiq bo'lganligi uchun turibmiz emas. Yo'q, Alloh bizni shu yerga turgizib qo'yapti.
Alloh shu yerda turadigan quvvatni beryapti, sakinatni beryapti turibmiz. Tushundinglarmi ukalar? Nafsni tarbiyasini formulasi juda ham oson. Agar ikki og'iz gap bilan gapirish kerak bo'lsa, u xohlayotgan ishni qilmaysiz, xohlamayotgan ishga majbur qilasiz. Bo'ldi. Bir kun qiylanasiz, 2 kun olishasiz nafsingiz bilan, 3 kun olishasiz shaytoningiz bilan, keyin nafs ko'nikib qoladi. To'g'rimi, sigaretni tashlagan akalar? 3 kun 4 kun qiylangansizlar, keyin nima bo'ldi? Ana shu sakinat birodarlar, bizni Allohga bo'lgan iymonimiz, ixlosimiz va istiqomamizga bog'liq bo'ladi. Shuni unutmaslik kerak. Qanchalar Alloh yaxshi ko'rgan taqvoli banda bo'lasiz, shu sakinat shuncha ko'proq tushadi sizga. U sakinat kimga beriladi? Rohatli, yengil, oson kunlarida Allohni tanigan mo'minlarga. Yengil, farog'atli kunlarda Allohni tanigan bandalar, bunaqa bandalarning ustiga mashaqqat kelsa, shu kunlarda Alloh taolo ularni taniydi, biz aytayotgan sakinatni beradi. Hadis sharifda aytilganidek, yengil kunlaringda Allohni tanigin, yengil kunlaringda Allohni tanigin, yaxshi kunlaringda, mashaqqatli qiyin kunlaringda Alloh seni taniydi. Allohga inobat qilish degani Allohga qaytish degani. Allohga iltijo qilish degani, Allohga yolvorish degani inobat. Inobat ikki xil bo'lar ekan. Rububiyat inobati, ulug'iyat inobat. Rububiyat inobatini hamma qilar ekan. Mo'minmi, kofirmi, erkakmi, ayolmi, olimmi, omimi, boymi, kambag'almi, millati, irqi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar odam zoti borki, rububiyat inobatini qiladi, iltijosini. Qachon qiladi? Samolyot silkinishni boshlaganda ateist ham nima deydi? Ey Rob deydi. Kemaga chiqib, katta to'lqinlarga kema urilib, chaqalib, to'ntarilib ketishiga xavotir bo'lganda ey Xudo deydi. Ateistlik ham esdan chiqib qoladi. Mulhidligi ham yoki dinsizligi ham. Bu majburiyatdan-da. Allohni tanimaydi, lekin boshiga musibat tushganda Alloh deydi. Endi ulug'iyat inobat qanaqa bo'ladi? Yengil kunlarida ham Allohni taniydi. Yengil kunlarda Allohning hukmida, yengil kunlarda Alloh taologa yaxshi ko'rib ibodat qiladi. Endi bunaqa bandasini Alloh qiylangan kunida albatta o'zini holiga tashlab qo'ymaydi. Tushunarlimi? Yengil kunlaringda Allohni eslagin, Allohni tanigin, Alloh ham seni nima qiladi? Taniydi, eslaydi. Ulamolardan biri aytadi: ustimga mashaqqat kunlari keladigan bo'lsa, sakinat haqidagi oyatlarni o'qiyman. Ana shu narsani o'qir ekan, ustimga qiyinchilik kelganda shu sakinat oyatlarini o'qib, uni ta'sirini hayotimda his qildim deydi. Mana shu nasihat ko'rsatma birodarlar. Agar ishlar og'irlashsa, qalb iztirobga tushsa, sakinat oyatlarini tilovat qiling. Bu sakinat Alloh taolo mo'min bandalarga ato qilgan inomi bo'ladi. U mo'minlarga xos bo'ladi. Sakinatning ta'rifi. Sakinatning asli xotirjamlik va viqor. Xotirjamlik va viqor. Masalan, falonchi odamda sakinat bor desa, demak uni qalbi xotirjam, ichi xotirjam, ustida viqor bor. Haybat bor, salobat bor. Baqir-chaqir qilish, qo'rqish, yig'i solish, asablarda buzilishi bu birodarlar sakinatni ziddi. Sakinatni nozik ta'rifi. Qalbda xotirjamlik va a'zolarda sokinlikni bor bo'lishi. Insonning ichi ham osoyishta, tashqi ham osoyishta. Bilasizmi, shunday bir aktyor odamlar bor. Asabi o'lgan, g'azabi qaynab turibdi, ichida vulqon qaynab turibdi-yu, ammo tashqarisida xotirjam turadi. Biz bunaqa, bu aktyor bu. Biz bunaqa xotirjamlikni aytmayapmiz. Biz aytayotgan xotirjamlik, sakinat ustida qanday osudalik, viqor, xotirjamlik bo'lsa, qalbida ham shu narsa bor. Mo'min banda osoyishta bo'ladi, sokin bo'ladi. Xuddi salobatli bir tog'dek. Mo'min jazavaga tushmaydi, vahimaga tushmaydi,
panika qilmaydi, yiqilib qolmaydi, o'zini yo'lidan chiqib ketmaydi, idish tovoqni yerga urmaydi, eshikni tepmaydi, so'kinmaydi, xotirjam bo'ladi, halim bo'ladi. Mana shu kishini muomalada, odamlar bilan qilayotgan muomalasida muloyim, halim bo'lib turganligi uni qalbida sakinat borligiga bir ishora bo'ladi. Birodarlar, bilasizmi, xulq, go'zal xulqlarning sayyidi bu hilm deyiladi, muloyimlik. Shuning uchun aytiladi, kadal halimu an yakuna nabiyan. Halim odam, muloyim odam nabiy bo'lishiga sal qoladi. Nabiy bo'lmaydi, hech kim payg'ambar bo'la olmaydi, ammo halim odam nabiylikka yaqin bo'lib qolar ekan. Endi hammamiz o'zimizni halim deb bilamiz-da, to'g'rimi? Endi bu halimlik ham ikki xil bo'ladi, birodarlar. Kimdir Alloh taolo shu halim qilib yaratib qo'ygan, tabiati muloyim, yumshoq odam bo'ladi. Kimdir bunaqa emas, nervi tez chiqadi, qo'pol, qattiq, dag'al. Endi ikkalasi halimlik qilsa, qaysinisini savobi ko'proq bo'ladi? Muhim narsa, agar qalbga sakinat o'rnashgan bo'lsa, kirgan bo'lsa, uni xotirjam qilib qo'yadi. Tana a'zolari sokin bo'ladi, viqor bo'ladi, tili hikmat va haqni so'zlay boshlaydi. U bilan yolg'on, fahsh, botil, bekorchi so'zlar orasi to'silib qoladi. Abdulloh ibn Abbos aytadi, biz aytar edik, Umarning tilida va qalbida sakinat gapirar edi. Umar roziyallohu anhuning tilida va qalbida sakinat gapiradi der edik. Ya'ni qalbidagi sakinat uni tilini va qalbini gapirtirar edi. Birodarlar, sakinat nima desa, samarasiga qarab turib bilib olishimiz kerak bo'ladi. Sakinatning samarasi qalbdagi rozilik, ishonch, qalbdagi osoyishtalik, tabiatdagi bosiqlik. Vallohi mo'min banda agar Allohga yaqin bo'lsa, agar Alloh unga sakinatni bergan bo'lsa, uni qalbida shunday bir xotirjamlik bor bo'ladiki, agar xavotir, qo'rquvda turgan butun bir shahar ahliga tarqatsa, mana shu undagi sakinatni hammasini xotirjam qilib qo'yadi. Mana shular sakinatni ochiq ko'rinib turgan mevalari.